Agarda siz kimdandir pulingizni ololmay kelayotgan bo'lsangiz, ushbu pullaringizni foizlar bilan undirib olishingiz mumkin. Demak do'stlar, diqqat qilamiz, tushuntiraman. Agarda siz kimgadir pul bergan bo'lsangiz yoki sizning kimdadir pulingiz bo'lsa, ushbu pullaringizni siz qarzdor shaxsdan foizlar bilan undirib olish huquqiga egasiz. Misol uchun siz kimgadir 50 million so'm miqdorida qarz bergansiz va ushbu qarzdor shaxs sizga pulingizni 2 yildan beri bermasdan kelmoqda. Ushbu holatda siz Fuqarolik kodeksining 327-moddasiga asosan qarzdor shaxsdan 50 million so'm pulingizni 64 million so'm qilib undirib olishingiz mumkin. Buning uchun siz fuqarolik sudiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Agarda sizga ushbu masalada fuqarolik sudiga murojaat qilish uchun da'vo ariza namunasi kerak bo'lsa, kommentariyada ariza so'zini yozib qoldiring va men sizga ariza namunasini yuboraman. Shundan ekan, hurmatli obunachilar, o'z huquqlaringizni biling. Agarda sizga fuqarolik, iqtisodiy, ma'muriy, jinoyat va boshqa masalalarda advokatlik xizmat kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling.